Endi mantiqasqonlaringiz yog'lanmaydi. Lufa tolalarini yig'ishda fermerlar yetilgan qovoqlarni tanlab, po'stlog'ini ehtiyotkorlik bilan urib, tolali ichki qismini ochish uchun archib oladilar. Bu tolalar iflosliklar, urug'lar va tabiiy hidlardan tozalash uchun yuviladi. So'ngra lufa qayta ishlash korxonalariga jo'natilishidan oldin quyoshda quritiladi. U yerda urug'lar va ortiqcha markaziy tolalar olib tashlanib, faqat asosiy tolali to'r saqlab qolinadi. Tozalangandan so'ng lufa tolalari ideal quruqlikka yetguncha quyoshda quritiladi. Bu ularning chidamliligi va egiluvchanligini oshiradi. To'liq qurigach lufalar tekislanadi, qoliplash mashinalaridan o'tkaziladi va tikuv mashinalarida matlar to'qiladi. Bu jarayon ham chidamli ham chiroyli matlar yaratish uchun yuqori aniqlikni talab qiladi. Lufa matlari odatda bug'da pishiriladigan taomlarni tayyorlashda ularning yopishib qolishining oldini olish uchun ishlatiladi. Bu esa ularning shakli va ta'mini saqlab qolishga yordam beradi. Sizningcha bu ayollar orzusidagi mahsulotmi?